Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimizning mavzusi nuqsoniga ega bolalarni maktabga psixologik tayyorlash tamoyillari va usullari. Bugungi darsimizni men maxsus pedagogika mutaxassisligi magistratura 1-bosqich talabasi Abdujabborova Maftuna olib boradi. Endi esa rejalar bilan tanishib chiqsak. Nutq nuqsonlarini aniqlash va baholash usullari, psixologik tayyorlash tamoyillari va asosiy prinsiplar, yordam beruvchi usullar va asosiy mashg'ulotlar. Rejalarimiz shu 3tadan iborat. Endi esa har bir reja bilan alohida tanishib, mavzuni yoritib chiqsak. Nutq nuqsonlarini aniqlash, asosiy tushunchalar. Nutq nuqsonlari bolalarda tovush chiqarish, so'zlashuv yoki gap tuzishdagi muammolar bo'lib, ohang, tovushlar yoki grammatikadagi nosozliklarni o'z ichiga oladi. Ular turli xil bo'lishi mumkin. Masalan, tovush noto'g'ri chiqarilishi yoki gap tuzilishidagi muammolar. Nutq nuqsonlarini aniqlash uchun asosiy tushunchalar, nutq nuqson turi, darajasi va rivojlanish davri muhim. Bu tushunchalar nutq rivojlanishini baholashda va psixologik tayyorgarlikda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, muayyan nuqson turlarining misollari keltiriladi. Nutq nuqsonlarini baholash usullari, testlar, kuzatish va intervyu usullaridan foydalansak bo'ladi. Nutq nuqsonlarini aniqlashda foydalaniladigan testlarga standart nutq testlari nutq nuqsonlarini baholashda keng qo'llaniladi. Ular nutqning turli aspektlarini o'lchash uchun mo'ljallangan bo'lib, natijalar asosida nuqsonlarning darajasini aniqlash mumkin hisoblanadi. Endi esa kuzatish usuli bilan yanada tanishsak. Amaliyotdagi yondashuvlar. Nutq nuqsonlarini kuzatish usuli qanday qo'llaniladi degan savolga, nutq nuqsonlarini aniqlashda kuzatish usuli muhim rol o'ynaydi. Bu usulda mutaxassislar bolalarni kundalik muhitda va sinf sharoitida bevosita kuzatadi, nutqni va harakatni tahlil qiladi. Yondashuvlarning samaradorligi. Amaliy yondashuvlar yordamida nutq muammolarini aniqlash aniqroq bo'ladi va shaxsga mos korreksiya rejasini tuzishda yordam beradi. Intervyu usuli ota-onalar va o'qituvchilar bilan muloqot hisoblanadi. Nutq nuqsonlarini aniqlashda intervyu usulining ahamiyati katta. Ota-onalar va o'qituvchilar bilan muloqotda ularning kuzatuvlari va fikr-mulohazalarini to'g'ri tushunish muhim hisoblanadi. Nutq nuqsonlarini baholashda statistik ma'lumotlar. Nutq nuqsonlari bo'yicha statistik ma'lumotlar nutq muammolarining keng tarqalishi va turlarini aniqlashda muhimdir. Nutq nuqsonlarini aniqlashda muammolar va yechimlar. Muammolar. Nutq nuqsonlarida kechikishlar, noto'g'ri tashxislar va subyektiv baholashlar yuzaga kelishi mumkin. Yechimlar: standartlashtirish, trening va texnologiyalardan foydalanish, mutaxassislar uchun treninglar o'tkazish, baholashlarni standartlashtirish va ilg'or texnologiyalarni joriy etish tavsiya etiladi. Bu amaliy tavsiyalar hisoblanadi. Psixologik tayyorlash tamoyillari. Individual yondashuv. Nutq nuqsoniga ega bolalarni psixologik tayyorlashda har bir bolaning ehtiyojlari va xususiyatlari mos keladigan individual yondashuv muhim hisoblanadi. O'z-o'zini anglash va ijtimoiy integratsiya. O'z-o'zini anglash bolalarga o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholashda yordam beradi. Ijtimoiy integratsiya esa ularning jamiyatga moslashuvi va faol bo'lishini ta'minlaydi. Asosiy prinsiplar. O'zini o'zi anglash. O'z-o'zini anglashning roli bolalarning o'z qobiliyatlarini tushunishi va o'ziga bo'lgan ishonchini oshishi muhim hisoblanadi. Individual yondashuv. Har bir bola uchun yondashuvni amalga oshirish usullari. Har bir bolaning ehtiyojlarini aniqlash uchun individual baholash va tahlil muhim hisoblanadi.
Bu jarayon yordamida bolaning xususiyatlari va ehtiyojlari aniqroq tushuniladi. Misollar va amaliyotchilik, ya'ni misollarda va amaliyotda keltirilgan tanishib chiqsak. Nutq nuqsoniga ega bolaga maxsus mashg'ulotlar yoki terapiya rejalashtiriladi. Masalan, nutq rivojlanishi uchun individual mashg'ulotlar o'tkaziladi. Psixologik tayyorlashda o'qituvchilarning roli, o'qituvchilarning yondashuvlari. O'qituvchilar bolalar bilan ishlashda empatiya, sabr, toqat va motivatsiya usullaridan foydalanadi. Ular bolalarning psixologik holatini tushunishga harakat qiladilar. Tayyorlash jarayonida ota-onalarning ishtiroki. Ota-onalarning psixologik tayyorlashdagi roli. Ota-onalar bolalarning psixologik tayyorgarligida muhim qo'llab-quvvatlovchi rol o'ynaydi. Ularning ishtiroki bolalarning o'zaro munosabatlari va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim hisoblanadi. Hamkorlik qilish usullari. Ota-onalar bilan samarali hamkorlik qilish uchun ochiq muloqot va ma'lumot almashish muhim hisoblanadi. Ularning fikrlarini inobatga olib, individual ehtiyojlariga mos yondashuvlar ishlab chiqiladi. Yordam beruvchi usullar, amaliyotdagi yondashuvlar. Nutq nuqsonlariga yordam berishda amaliy yondashuvlar muhim. Har bir usul o'ziga xos xususiyatlarga ega va bolalarning ehtiyojlariga mos ravishda tanlanadi. Amaliy mashg'ulotlar. O'qituvchilar uchun qo'llanma. Mashg'ulotlarning ahamiyati. Amaliy mashg'ulotlar o'qituvchilarga nutq nuqsoniga ega bolalar bilan ishlashda samarali usullarni o'zlashtirish imkonini beradi. Bu usullar orqali bolalarning nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlash mumkin hisoblanadi. Nutq nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda yondashuvlar va ularning afzalliklari. Individual yondashuv bolalarning ehtiyojlariga mos keladi. Ularning nutq qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, ammo resurslar va vaqt talab qiladi. Amaliy mashg'ulotlar, ya'ni o'zini o'zi anglashni rivojlantirish uchun amaliy mashg'ulotlar. Bolalar o'z qobiliyatlarini tushunishi va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish uchun turli mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bu mashg'ulotlar yordamida bolalar o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashi imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Yordam beruvchi usullar, ya'ni ijtimoiy ko'nikmalar va rivojlantirish. Jamiyatga moslashish va ijtimoiy integratsiya. Ushbu usullar bolalarning o'zaro aloqalarini mustahkamlashga yordam beradi. Ularni jamiyatda faol ishtirok etishga tayyorlaydi. Ijtimoiy ko'nikmalar bilan bolalar o'ziga bo'lgan ishonch va muhim qobiliyatlarni hosil qiladilar. Endi esa xulosa, ya'ni mavzumizga xulosa yasaydigan bo'lsak, nutq nuqsonlarini aniqlash va psixologik tayyorlash bo'yicha asosiy tamoyillarni o'rgandik. Individual yondashuv, o'zini o'zi anglash va ijtimoiy integratsiya bu tamoyillar bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Nutq nuqsonlarini baholash usullari va muammolari muhokama qilinadi. O'qituvchilar va ota-onalar roli muhimligi ta'kidlanadi. Amaliy yordam usullari va mashg'ulotlar bilan bog'liq tavsiyalar beriladi. Kelajakda bu yondashuvlarning keng qo'llash mumkin hisoblanadi. Foydalanilgan adabiyotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz shu yerda yakuniga yetadi.